Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Davlat kadastrlar palatasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonuniga asosan ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazish ishlari bajarib kelinmoqda. Jumladan, joriy yilda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan jami 1.920.000 ga yaqin murojaat kelib tushgan. Shundan 1.100.000 ta murojaat ijobiy hal qilingan bo'lib, 700.000 ga yaqin murojaatlar qonunda belgilangan asoslarga ko'ra rad etilgan. Shuningdek, bugungi kundagi 97.000 ga yaqin murojaat jarayonga qabul qilingan bo'lib, davlat ro'yxatidan o'tkazish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Qo'shimcha qilib aytganda, qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yer maydonlarini ikkilamchi ijaraga berish bo'yicha jami 3168 ta subyektlarga 3.500.000 gektar yer maydoni davlat ro'yxatidan o'tkazildi. O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarini e'tirof etish to'g'risidagi qonuniga asosan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqi hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqi 3399 ta uy-joylarga nisbatan huquqlar davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Davlat kadastrlar palatasi hududiy boshqarmalari davlat ro'yxatidan o'tkazuvchilar tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarga ko'chmas mulk bilan bog'liq og'zaki murojaatlarga doimiy ravishda normativ-huquqiy hujjatlarga asosan tushuntirish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. 2026-yilda Davlat ro'yxatdan o'tkazish boshqarmasi tomonidan hududiy ro'yxatdan o'tkazuvchilar salohiyatini oshirish, ko'chmas mulklarni ro'yxatdan o'tkazishda sun'iy intellekt amaliyotini qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqish hamda davlat ro'yxatdan o'tkazish yuzasidan qabul qilingan qonun va qonun osti hujjatlarini optimizatsiya qilish yuzasidan takliflar ishlab chiqish nazarda tutilgan.